Oilani qadimiy joylarga olib kelavermasdan normalniy podarka olib bersangiz bo'lmaydimi? Bitta podarka bersam qutulamanmi? Qutulasiz. Sizni hozir shunaqa bitta do'konga olib boraman. Xohlagan narsangizni olib beraman, xo'pmi? Bo'ldi, Ketdik. Qayerga olib keldingiz? Bu Koreyadagi Fatima Zuhra do'koni bo'ladi. Bu yerda narsalar qiziqmi ichkari, siz ko'ramizmi? O'zi menga yoqadigan birorta sovg'a bormikan? Bu do'konda tilla uzuk deysizmi, kosmetika deysizmi, hamma narsa bor. Hozir birma-bir mana shu opamizdan maslahat olamiz, xo'pmi? Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo, xush kelibsizlar, xizmat. Shu qalbi nozik qizimga opa nimadir sovg'a tayyorlab bermasangiz bo'lmaydi. Jonga tegdi-da o'zi ham. Ha? Tilla uzuk emas, boshqa narsalar. Xo'p bo'ladi ukajon, bizda Koreya kosmetikalari, predatorlar, tillalar, hattoki joy namozlar va hijoblar, eng asosiysi mo'mina musulmon singillarimiz uchun Qur'on kitoblar va kitoblarimiz mavjud. Agarda Koreyada ko'pchilikda sog'ligida muammo bo'lsa, vitaminlarimiz ham, mana bunday ajoyib omega kalsiyalarimiz va kollagenlarimiz ham bor. Mana Nodiraxon Fatima Zuhra shopdagi top mahsulotlarimizdan tayyorlangan super box. Ko'nglingiz to'ldimi? Hamma narsa bor ichida, tilla uzuk. Hisob qo'yildi. Xo'p, mana shu sizga endi menga 1 oy indamaysiz, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Koreyadagi akalar, agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'layotib turgan bo'lsa, Koreyadagi Kimi shahridagi Fatima Zuhra do'koniga kelinglar. Agar kela olmasanglar, mana shu pastdagi telefon raqamiga telefon qilsanglar, sizlarga ham shunaqa chiroyli sovg'alar tayyorlab berishadi. 24 ga 7 aloqada hammasi.